Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Ekvadordagi Latin Amerika, Shimol Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy ishlar tadqiqotchilari ilib borgan Xitoy munbarida Uyghur irqi qirg'inchiligini tanishtirishga taklif qilingan. Bu munbarni Kolumbiya universiteti, Ekvadordagi universitetlar va Amerikaning Ekvadordagi elchixonasi, Koreya va Sharq Osiyo tadqiqot programmasi, Andres Bello fondi jamiyati va San Fransisko universiteti tarafidan uyushtirilgan bo'lib, bu yig'in boshlanishidan burun mazkur yig'inni tashkillovchilar Xitoyning besimi sababidan Zumrat Erkinning so'zlash navbatini bekor qilib o'tgan. Bu voqea Latin Amerika davlatlarida tarqaldigan gazetlarda zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Bu haqda Ekvadorda tarqatildigan ispancha La Ponte xabar kanalida Uyg'urlar haqida cho'ng bir xabar e'lon qilgan bo'lib, Zumrat Uyg'urlarning ovozini dunyoga anglatadi nomli bu xabarda keng ko'lamli qo'lga olish, diniy e'tiqodni asos qilgan kamsitish, majburiy g'oyib qilib etish, qiynash va atalmish qayta tarbiyalash markazlariga qamalgan necha millionga yaqin kishilar 2025 yilda uchraydigan normal ahvollarga aylangan. Bular Uyg'urlar bo'lib, bu Ekvador poytaxti Kyotoga kelgan bir faoliyatchining hikoyasi. Ilgari Sharq Turkiston Jumhuriyati deb atalgan bu cho'ng rayon neft, tabiiy gaz va mineral moddalar qatorliq tabiiy boyliqlarga boy. Onun Ipek yolida muhim rol o'ynaganligi ma'lum. Gerçi o 1949 yildan boshlab Xitoyning bir qismi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu yerdagilar amaliyotda Xitoyga butunlay o'xshamaydigan madaniyatga ega deyilgan. Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston qatorliq davlatlar bilan chegaralangan bu rayondagilar musulmon xalq bo'lib, tili Uyg'ur tili va turkiy tillaridan biri deb yozilgan. Xabarda yana bu dal to'qinishning nuqtasi. Ularning madaniyati hurmatlanishdan yiroq. Xitoy uni yo'qotishni maqsad qilgan va sistemalik ziyonkashliklarga uchramoqda deb Sharq Turkistonda 1949 yildan keyin davom qilayotgan Xitoyning ilib borgan qirg'inchilik siyosati va Uyg'ur xalqiga qarta yurgizgan ziyonkashliklarni yo'ritib bergan. Xabarda yana Zumrat Erkinning Ekvadorning Kyoto shahrida Flaxo, Koreya va Sharq Osiyo tadqiqot programmasi, Andres Bello fondi jamiyati va San Fransisko universiteti tarafidan uyushtirilgan Xitoy va Latin Amerika ko'z qarash va munozirlar nomli faoliyatga qatnashib so'z qildigan bo'lganligini. Ammo oxirgi minutlarda Ekvadordagi Xitoy bosh elchisining shikoyat qilishi bilan yig'in tashkilotchilari buni amaldan qoldirganligini, shunga faoliyatning sirtida boshqa alayda suhbatlar o'rinlashtirilganligini bildirgan bo'lib, Zumrat Erkin stansimizning ziyoratini qabul qilib, bu haqdagi ma'lumotlarni biz bilan o'rtoqlashdi. Bu endi u Xitoy Latin Amerika munbarida jiq shaklda bu kishilik huquq va yoki Uyg'urlarning haqida jiq narsalar deyilmadi, faqat bu yerda endi Xitoyning shu Latin Amerikaga nima silayotganligi, mablag' silayotganligi va yaqin yillarda Latin Amerikadagi davlatlar bilan yaqinlashayotganligi va texnologiya bo'lsin yoki boyliqlarni elish orqali bo'lsin o'zining ya'ni yumshoq kuchini ashada oshirayotganligi to'g'risida jiq endi nimalar bo'ldi, nazariya programmalari bo'ldi. Endi bu jarayonda men nurg'unlagan ashadagi Latin Amerikadagi tadqiqotchilar, professorlar, Xitoy haqida ishlaydigan tadqiqotchilar va o'xshamagan muxbirlar bilan aloqalashgan bo'ldim va tanishdim. Bu yerda anotki ba'zi davlat arboblari bilan o'xshash shaklda tanishdim. Va yana bir qatam shu konferansning ichida turib Uyg'ur masalasini yana agar meni paneldan chiqarayotgan bo'lsam, yana bu narsani yana qaytadan kirgizaldim, chunki men savol so'raydigan vaqtlarda Uyg'urlar to'g'riliq savollarni so'radim. Bu haqda Andres Bello vaqti ijroiya direktori Parspal Desola Ekvadorda yuz berayotgan Xitoyning besimga munosabatlik voqealarni ochiq-oshkora muzokara qilishga tegishli jiddiy masalalarning bir qismi deb qaraydigan bo'lib, Latin Amerika va Karib dengizidagi davlatlarning yaqinqi yillarda Xitoy hukumat vakillarining diplomatik besimga uchirganligi xotirlangan ekan. Uning La Ponte'ga bildirishicha, bu munbarni tashkillashda diplomatik besimga duch kelganligi, siyosiy ta'sir bilan munbardagi tadqiqotchilarning ovozini bo'g'ishga uringanligini ta'kidlab,
bu xil voqealar qizil ogohlantirishni qo'zg'aydi degan. Zumratay Erkinga bu minbar jarayonida Ekvadordagi Amerika elchixonasida maxsus suhbat programmasi o'rinlashtirilgan bo'lib, u bu suhbatda va Xitoy, Latin Amerika ko'z qarash va munozirlar nomli minbarda yondosh faoliyatlar o'rinlashtirilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish bilan birga muhojiratga Uyg'urlar duch kelayotgan chegara halqagan bostirish, Uyg'ur musofirlarining Xitoy qaytarilish xatiriga duch kelishi, Sharq Turkistonda millionlagan xalqimizning jazo lagerlariga solinib, majburiy emgak silinish qatorliqlarni o'ttirib qo'ygan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida 26 va 27 aprel kunlari Yaponiyaning shimoliga joylashgan Hokuriku, Fukui, Kanazawa, Toyama degan shaharlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish uchun ko'cha tashviqot faoliyatlari uyushtirilgan. Faoliyatlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va mustamlik ostidagi vatanimizning ahvoli tushuntirilgan qisqa nutqlar so'zlangandan sirt, Yaponiya Uyg'ur jamiyati tayyorlagan tashviqot varaqi va lager shohidlarining hikoyasi aks ettirilgan karton kitob bo'lib, 1400 parchadan ortiq materiallar tarqatilgan. 2021 yildan beri mazkur jamiyat bu xildagi faoliyatlarni Yaponiyaning har qaysi shahar va noyalarda o'tkazib kelayotgan bo'lib, bu haqda bugun stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Muhammad apandi munolarni dedi. Bu faoliyatni biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2021 yil boshlagandik. O vaqtda Turkiyada oilamdagilar nakatdi degan bir temada namoyish bo'lgan. Biz shu Turkiyadagi namoyishni qo'llab, ovoz qo'shish shaklda biz Yaponiyadagi shu faoliyatni butun Yaponning yez qishloqlariga, noyalarga, viloyatlarga aprayli deb bir plan qilgan. Shu vaqtdan boshlab har yili bir 8-10 shaharlarga berib faoliyat qilib keldik. Bu da hem de şu berpaqmagan yerlerini mühim o'ringa qo'yib faoliyat o'rinlashtirdik. Bir yil yozg'icha Xudoyim bersa bütün şu Yaponiyaning 47 yez qishloq viloyatlari bor. Hamma yerga bir berib chiqish planimiz bor. Uyg'ur davosi kun tartibdan, matbuotdan va xalqning nazaridan qolib qolayotgan bir paytda shunday faoliyatlarni o'rinlashtirish Yapon xalqi, Yapon jamiyati va Yapon hukumatining qo'llashini qo'lga keltirish, Uyg'ur davosini kun tartibga keltirishda nihoyat muhim ahamiyat bor deb o'ylayman. Kanazawa bekatidagi yo'lovchilar yaxshimisizlar? Biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining qo'llovchilari bu yerga yig'ilib ko'cha tashviqot faoliyati qilyapmiz. Biz bu Ishikawa nahiyasiniki Kanazawa bekatiga kelishimiz bu da ikkinchi qatim bo'ladi. Hammamiz bilgandek, bir yilning oldida bu Ishikawa nahiyada cho'ng yatavrash bo'lgan. O'sha yatavrashdan keyin biz tunji qatim bu yerga kelgan, biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati Uyg'urlarni tashkillab bu Ishikawaga kelib, afat rayoniga kirib, afat rayoniga yordam qilgan faoliyatlarni qildik. Budak maqsadimiz olsa, Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga qarata o'tkazayotgan qirg'inchilik siyosatini anglatish bo'ldi. Biz taqdim materiallarni elishinglarni umid qilamiz. Bu materiallarni ko'rsanglar, Xitoy hukumati hozir Uyg'urlarga qanday zulmat siyosat o'tkazayotganligini bilalaysizlar. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.